Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana Index Avtomotorsga Damas 3 deb so'rayotganlar ko'p telefon qilishyapti. Mana Damas 3 ham sekin obzorini qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Mana orqa ko'rinishlarini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli ishlangan, ya'ni kattagina. Buni rangi oq ekan, ya'ni buni har xil pozitsiyalari bo'lar ekan. Bu ya'ni birinchi pozitsiyasi ekan, eng prostoy paketda. Ya'ni buni fullarini olsanglar, mana bu yerlarida faralari bo'ladi. Faralarni ham ko'rishingiz mumkin. Motori, ya'ni benzin tanlamaydigan motor. Mana motorlarni ham ochib qo'ydik. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana motorlarini. Benzin tanlamaydi. 80 mi, 90 mi, xohlagan benzininglarni ham qo'yib yursanglar bo'ladi. Yon tarafdan ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Eshiklari ham baquvvatgina. Eshik yopilib ochilishlarini qaranglar, bittada ochib yopiladi. Ya'ni regirovka ham shart emas ekan bu. Hop, salon ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'taman. Sidenkalari, tablolari ham chiroyli ishlangan. Ya'ni buni rullar gidrolikasi bo'ladi, ya'ni elektronli rullari, yumshoqqina. Magnitofonlari bor, bu yerga telefonlar solib qo'ysanglar bo'ladi. Va nihoyat mana Damas 3 da konditsioner bor, mana konditsionerlari bor. Ya'ni skorsi mana 6 tali richakda, 6 tali skoriz. Mana eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Quyosh soyabonlari ham kattagina ekan. Endi orqa ko'rinishini ko'rsataman sizlarga. Orqa ko'rinishi ham kattagina mana. Bemalol 6 ta odam oldi bilan 7 ta odam sig'adi. Bemalol. Xullas, ancha keng mashinalar. Hozir bu ruchkali bo'lyapti. Ya'ni buni super pozitsiyasida knopkali bo'ladi. Bu eng prostoy paketi hozir. Index Avtomotorsga keldi. Mana hozir o'shani mana orqa ko'rinishlarini, ochilishlarini ham qaranglar. Bitta ochilyapti. Ko'rasizlar? Bu oldi o'rindiqlari. Kengina mana oldi ko'rinish. Ya'ni bu yerda mana tushib chiqib bu yoqdan o'tib ketadi orqa odamga. Orqa o'rindiqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mashina keng. Bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Orqa ko'rinishlarini ham ko'rsataman. Bittada ochilib, bittada yopilyapti. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerga ham ancha narsalar sig'adi. Ya'ni bir yarim metrcha joyinglar bor bu yerda. Ya'ni bu sidenkani yotqizsanglar, undan juda ham katta joy qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Orqa ko'rinishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli ishlangan. Ya'ni bu Damas'ning eskisiga o'xshagan holatda mana tegida zapaska balonlari bilan turibdi mana. Bunga menimcha metan, propan bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni bu atmosferniy motorda bu. Xohlagan benzinni qo'yib yursanglar bo'ladi. Mana yon ko'rinishdan ko'rishingiz mumkin. Hozirda sotuvga chiqmagan bu mashinalar. Hozir mana abrasiz qilib olib kelishyapti. Mana oldi ko'rinishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Hali sotuvga chiqmagan. Mana shu videoning oxirida narxlarini aytib o'taman. Puliga yarashami yo'qmi kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirasizlar o'rtoqlar. Mana oldi orqa ko'rinishlarni hamma yog'ini olib ko'rsatdim. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Hozir bu aytib o'tganimdek eng prostoy paketda. Ya'ni buni har xil pozitsiyalari bo'ladi. Lekin mana shu eshigi menga juda ham yoqdi. Ya'ni bu yerdan tushib chiqiladi. Ham tegidan tortilar ekan rishak. Rishak tortilar ekan. Bitta odam chiqib tushadi mana. Oxirgi o'rindiqlar. Men olganda keng. Eng yoqqan tarafini aytaymi sizlarga. Damas'da eng yoqqan tarafi, ya'ni bu mana tumshug'i. Bezopasnost. Bilsanglar, mana Damas'da
eski Damazlarimda splashnoy ketadi-ku, bunda tumshug'i bor. 1 metrcha tumshuq chiqqan. Ya'ni-da Xudo ko'rsatmasin DTP bo'lganlarda ham защита bo'ladi bu. Videoni oxiridan narxlarini aytib o'taman. Narxiga yarashami, yarashamasmi, o'zingizlarning fikringlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar o'rtoqlar. Damas 3, ya'ni-da eng prostoy paketi bu.